Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun yana men sizlar bilan hamkorlik safar. Darsimizni davom ettiramiz. Bugungi darsimiz asosan e, dividendal database o'rnatish bo'ladi va keyingi bosqich esa select orqali ma'lumotlarni olish. Unda boshladik. E, Qisqa qilib aytganda, bugun koding qismiga keldik. Hozir men qisqacha tushuncha beraman, keyin dividendal database o'rnatamiz va keyin kod yozish qismiga o'tamiz. Kod yozish qismi asosan mana shu shaklda bo'ladi. Bu oddiy qism hisoblanadi. Hozir men sizlarga select nima, column 1 nima, column 2 nima, from nima, table name nima, shular izoh berib bir boshdan ketaman va sizlarga tushuncha paydo bo'ladi. Va bularni tushuntirmasdan turib kod yozishga qaror qilmadim, chunki nima yozayotganimizni, nima ish qilayotganimizni anglashimiz kerak. Buni orqasiga qanday jarayon ketyapti, bu qanday ishlayapti, bu o'zi nima degan savol paydo bo'lishi mumkin sizlarga. Shu savol paydo bo'lmasligi uchun urg'u berishga harakat qilaman qo'ldan kelgancha. Select nima? Select bu SQL buyruq bo'lib, jadvaldan ma'lumotlarni olish, o'qish uchun ishlatiladi. Yana aytaman, hurmatli obunachilar, select bu SQL buyruq bo'lib, jadvaldan ma'lumotlarni olish, o'qish uchun ishlatiladi. Endi from ga urg'u beradigan bo'lsam, from o'zi nima? From bu ma'lumot qaysi jadvaldan olinayotganligini ko'rsatadi. Ya'ni o'tgan safar aytganimdek, deylik bizga 3 ta 4 ta jadval bor, table, masalan customer, payment va hokazo jadvallar bor. O'shalarni qaysi birini tanlab olish uchun ishlatamiz. Endi column 1, column 2 nima deydigan bo'lsak, bu faqat misol uchun yozganman buni. Shu joyiga ham izoh berib ketdim. Haqiqiy ustun nomlari boshqacha bo'ladi. Bunday bo'lmaydi. Haqiqiy ustun nomlari qanday bo'ladi degan savol bo'ladigan bo'lsa, haqiqiy ustun nomlari first name, last name, o'sha customer ID, email va hokazo shunga o'xshash kolumnlar bo'ladi. Xo'p, endi o'zi table deyapsiz. Table nima deydigan bo'lsak, table ga o'zi urg'u beradigan bo'lsam, table jadval nomini bildiradi. SQL so'rovlarida qaysi jadvaldan ma'lumot olinayotganligini ko'rsatadi. Qisqa qilib xulosa qilib aytadigan bo'lsam, select from column, ya'ni tabledan ma'lumot olish degan ma'nosida keladi. Va endi bularga qisqacha yana bitta hozir to'xtalib ketamiz. Masalan, alias degan narsa bor. Alias bu qisqa nom degan ma'noni bildiradi. SQL da jadval yoki ustunga yangi nom berish mumkin. Ya'ni shu ma'noda keladi. Select name as student from students as ya'ni select name ustunini olyapti va unga qisqacha student deb nom beryapti. Biz bunga shunchaki s yoki boshqa harf ham bersak bo'ladi. From students, ya'ni from students jadvalidan ma'lumot olinyapti bu yerda va shu students jadvali qisqacha s deb nomlab ketyapmiz. Buni hozir tushuntirganim bilan, tushuntirishdan maqsad o'zi nima? Sizlarga bu qisqacha haqqa ochilib turadi va shuni ishlatayotgan paytimda shu narsa ekan, shunday ekan degan xayollarda keladi. Sizlarga hurmatli obunachilar, bitta bonus fakt aytib ketmoqchiman. SQL orqali YouTube yoki Netflix kabi platformalarda kim eng faol foydalanuvchi yoki qaysi video eng mashhurini tez topish mumkin. Ya'ni kecha aytib ketgan izohlari va shularni davomi. Endi hurmatli obunachilar, o'zi asosan hozir men select, alias, from, column, table hammasini aytib ketyapman. Bular sizlar tushunmayotgan bo'lishlaringiz mumkin. Bu uchun tushkunlikka tushishga hojat yo'q. Shu qisqacha yana ma'lumot berib ketaman oddiyroq tilda. Ya'ni table jadval ma'lumotlarning uyasi hisoblanadi, ya'ni uyi. Bizda juda ko'p ma'lumotlar bor, o'shalar bitta uyaga saqlanadi. Jadval nima? Jadval ma'lumotlarning tartibli saqlanishi. Masalan, customer ID bo'layotgan bo'lsa, ketma-ketlikda 1, 2, 3, 4, 5 va hokazo ketadi. Yana bitta qiziq fakt, bitta tableda millionlab satrlar, ya'ni millionlab qatorlar, millionlab ma'lumotlar bo'lishi mumkin.
SQL dunyosi juda katta, ya'ni shu 1970-yillarda yaratilgan va hozirgi kunda butun dunyo ma'lumotlarini boshqaradi. Butun dunyo ma'lumotlarini SQL boshqaradi deyarli. 100% desam nohaqlik bo'lishi mumkin. 90% ma'lumotlarni SQL boshqaradi. Bunda masalan qayerlarda ishlatish mumkin degan savol bo'ladigan bo'lsa, bizga mashhurlarni oldim. YouTube, Instagram, Netflix hammasi va boshqalar hokazo. Hamma joyga, ma'lumot bor joyga SQL ni qo'llasa ishlatsa bo'ladi. Select nima deydigan bo'lsak, select bu super qurol, ya'ni faqat ma'lumotni olish uchun emas, hisoblash, guruhlash va filtrlash uchun ham ishlatiladi. Masalan, eng mashhur foydalanuvchi kimligini tez topishimiz mumkin. Shuning uchun selectdan foydalanamiz. Boya select tanlab olish uchun ishlatamiz dedim. Xuddi shu gapga yana urg'u berib ketyapman. From ma'lumotlar manbai hisoblanadi. Har bir select so'rovi uchun manba kerak. Ya'ni bizga ma'lumot kerak. Manba bo'lsa select ishlaydi. Shunda buni o'zidan anglashlaringiz mumkin. Select bilan from doim birga keladi. Yoziladi. Qiziq, bir nechta jadvallarni birlashtirib katta ma'lumot hikoyasini yaratish mumkin. Bu joyga hozir bitta lifehack qilib ketdim, qisqa qilib aytganda. Buni keyingi darslarimizda tobora ko'rib boramiz. Men o'sha payt shu bergan ma'lumotimga yana to'xtalaman va query yozishga erishamiz. Column kichik qahramon. Ya'ni nima? Har bir ustun ma'lumot hikoyasining bitta qismi hisoblanadi. Bu so'zga urg'u beradigan bo'lsam, hurmatli obunachilar. Column masalan aytdim-ku boyna. Bitta ustunga first name, last name. First name bitta har bir ustunning ma'lumot hikoyasining bir qismi, ya'ni o'sha tableda bir qismi hisoblanadi. Last name ham bir qismi, misol payment bo'ladigan bo'lsa amount, ya'ni to'lov yoki payment date, ya'ni to'lov qilingan sana, hammasi ular har bir tableda bitta qismi hisoblanadi. Misol uchun name kim? Masalan, kim so'roviga javob bo'ladigan bo'lsa, oddiy qilib tushuntirmoqchiman, kim. Ya'ni name kim? Shu ismi o'sha yerga yoziladi va age, nechida, yoshi o'sha yerga yoziladi. Bu yerda faqat o'sha kolumga age degan kolumga yosh saqlanadi. Endi differential database-ni o'rnatamiz hozir, hurmatli obunachilar. Differential database-ni yozasizlar Google-ga, differential database download deb yozsangiz chiqadi va mana bu differential database ustiga bosib kiramiz. Va bu yerga bitta mashhur insonni GitHub akkauntlari bor. Shu yerdan differential database ni tortamiz. Endi qaranglar. Mana bu yoqqa bizda terminal degan narsa bor. Tushunadiganlar uchun terminaldan mana turibdi. Mana shu terminalga kirib turib, mana shu inglizchani yaxshi biladiganlar mana shu amallarni bajarsa ham differential database pgadminga o'rnatiladi. Hammasi bu yerda ketma-ketlikda yozilgan, lekin bu hozir ko'proq vaqt olganligi sababli biz qisqacha yo'lini o'rgataman, o'sha orqali amalga oshiramiz. Endi differential database, ya'ni GitHub akkauntga kiramiz, hurmatli obunachilar. Bizda jarayon ketyapti. Endi bosamiz differential. Xo'p, mana kirdi. Mana bu yoqqa mana download raw file. Ya'ni shuni bosganimizda o'sha bizda загрузка, ya'ni yuklab olish jarayoni boshlanadi va mana shu yuklab olingan ma'lumotni databaseni hozir 2007 megabaytdan iborat ekan, juda katta ham database hisoblanmaydi. O'zingizga qulay bo'lgan bitta papka ochib, o'sha yerga saqlaysiz va keyinchalik hozir o'rgataman o'shani topib olishimiz uchun. Bu hozir bizda bor, o'rnatilgan. Endi esa mana PostgreSQL biz kecha 17sini o'rnatgan, 17-18ni o'rnatgandik. Menda ikkalasi ham o'rnatilgan. Bu yerda bitta o'zimiz create, ya'ni database ochamiz. Misol uchun qanday nomlashimiz mumkin? Masalan, PostgreSQL deb nomlasak, save. Shu database bizda ochilish jarayoni boshlandi. Mana PostgreSQL database ochildi va
Diqqat bilan qarab turing shu joyga. Schemasiga kiramiz va public o'zi avtomatik ochiladi va biz table'ga kiramiz. Table'ga kirganimizdan so'ng, hurmatli obunachilar, bizda yana create, ya'ni bitta oddiy table yaratib olamiz. Misol uchun customer table'ni yaratib olamiz. Bizda ya'ni bu aslida o'zi kerak emas, u bizning ma'lumotlarga hech qanday qo'shilmaydi va customer table yaratildi. Sichqonchani tugmasini bosamiz. Sichqonchani o'ng tugmasini bosganimizdan keyin import export, ya'ni database tortish jarayoni boshlandi va bu yerdan kirib turib o'sha masalan menga dbr degan papkamning ichiga bor u database, buni men hozir ko'rsatib turmayman chunki menga o'rnatilgan va xuddi shu tartibda qilasiz. Bu CSV bo'lishi kerak, UTF-8 ga aniq turishi kerak. UTF-8 nima degan ma'noni bildiradi degan savol paydo bo'ladigan bo'lsa sizlar, UTF-8 bu dokumentatsiya, ya'ni shu SQL da hamma amallari bajarilishini qo'llab-quvvatlaydigan dokumentatsiya hisoblanadi. Va ok qilamiz, bizda o'sha ma'lumotlar yaratiladi. Men hozir ma'lumot yaratilganligi, qayer database borligi uchun bittasi fail, ya'ni qizil berdi. Endi menga pgadmin ishlash qulay bo'lganligi uchun, dbr ishlatish qulay bo'lganligi uchun dbr da kod yozib ko'rsataman, hurmatli obunachilar. Sizlar pgadminga create qilsangizlar database, bu avtomatik dbr ga ham ko'rinadi. Xo'p, unda bizda masalan mana men dbr rental degan nima ochganman, database ochganman, shuni ichiga deyarli hamma ma'lumotlarimiz, hurmatli obunachilar, turadi. Schemasiga kiramiz, publicga kiramiz, boya aytgandek table'ga, ya'ni bizga shuncha table turibdi. Aktor, adres, kategoriya, city, country va hokazo, customer kabi table'lar turibdi. Endi biz yangi oyna, ya'ni sahifa ochishimiz kerak. dbr rental database ustida sichqonchani eritamiz, o'ng tugmani bosamiz, SQL editor, open SQL script bosamiz va bizda mana hozir meni shu paytgacha yozgan kodlarim, ochgan oynalarim turibdi bu yerda. Mana new script qilamiz. Uji bo'ldi, bizga yangi oyna ochildi. Endi bir boshdan boyagi aytgan gaplarimni isboti, ya'ni 10 marta eshitgandan ko'ra bir marta ko'rgan afzal degan qoidaga amal qilgan holda biz boshlaymiz. Ya'ni select, ya'ni ma'lumot olyapmiz, hurmatli obunachilar. Select, boya bitta ma'lumotni aytib ketmanman, ming bor uzr. Bu yerda yulduzcha, hozir bu yulduzcha nimaligiga chalg'imay turinglar. From ya'ni qaysi tabledan olishimiz kerak. Bizga bu yerda hozir masalan aktorda olsak bo'ladi, adresni. Mayli, hammamizga tanish bo'lgani uchun customer deb kelyapman. Customer table'dan foydalanamiz. Va o'zi run tugmasi turadi. Agar u sal noqulay bo'ladigan bo'lsa, Ctrl Enter deb bossak run qiladi. O'sha mana bizda ma'lumotlar chiqdi, hurmatli obunachilar. Mana bu store ID bu ustun. First name bu ustun. Umumiy bu table. Mana bu bir, masalan, mana shu bitta umumiy mijozda hamma ma'lumot hisoblanadi. Endi yulduzcha nima deydigan bo'lsak, bu kolumnlar bo'ladigan bo'lsa, yulduzcha hamma tabledagi hamma kolumni, ya'ni hamma ustunlarni chiqarib ber degan ma'noda keladi. Buni hozir men bitta nima yozib ketaman. Yulduzcha bu, izoh yozib ketaman. Yulduzcha bu hamma ma'lumotlarni ol ma'nosida keladi. Ol ma'nosida keladi. Shu ma'lumotlarni olganimizdan keyin umumiy table ko'rinadi. Masalan, endi boya kolum 1, kolum 2 dedim. O'sha gapimni isboti, hurmatli obunachilar. O'sha gapimni isboti qanday bo'ladi? Endi biz faqatgina kod yozmaymiz. Bitta narsaga qattiq e'tibor qaratinglar. Faqatgina kod yozishdan iborat emas bu SQL da o'rganish. Bitta ustozim aytganlarda, suratiga emas, ruhiga e'tibor bering. Ya'ni bu table o'zi nima,
customer ID nima, store ID nima, bu ism nima, bu qayerdan paydo bo'lib kelib qolgan, bu email qanday yaratilgan, bu hammasi o'zlari qiziqib ko'rishlaringizni, internetda ma'lumot juda ko'p, qiziqib ko'rib ma'lumot olishlaringizni tarafdoriman. Endi qaranglar, biz kod yozish bilan birgalikda bir chiroyli va tartibli kod yozishni ham o'rganib ketamiz. Ya'ni biz uchun bu qisqacha qilib aytganda bitta oddiy bir urg'u beradigan bo'lsak, san'at asari hisoblanadi. Masalan, bizga nima kerak? Ko'rib turibsizlar, customer ID bor ekan, ustunlar store ID bor ekan, first name, last name. Bo'ldi, shunda customer ID ni olamiz. Customer ID. Endi S, ya'ni alias, boyagi aytgan ma'lumotim. Customer ma'lumoti ustuni bu, ya'ni mijoz ID'si. Yozamiz. Mijoz ID. Xo'p, yozdik. Virgul qo'yishimiz shart. Endi ikkinchisi, hozir shu sal xalaqit beryapti. Endi ikkinchisi, bizda nima kerak? First name kerak. First name ga as ismi. Endi nima kerak? Last name kerak. As familiyasi. Endi bu kodni ishlatadigan bo'lsam, hozir natija chiqadi. Xudo xohlasa, mana natija chiqdi. Mana mijozni ID raqami shu ekan, ismi shu ekan, familiyasi shu ekan. Endi hurmatli obunachilar, yana bitta narsaga e'tibor qaratishlaringizni qattiq tarafdoriman. Bu yerda mijoz ID ga o'zgaryapti, to'g'rimi? Customer ID. Mijoz ID ga o'zgarishi sabab nima deydigan bo'lsak, sabab mana S qo'yganmiz, mijoz ID. Ya'ni siz hozir bu databazega customer ID deb nomlangan bo'lishi mumkin, lekin boshqa databazda 1, 2 yoki AB yoki boshqa narsalar, sonlar yoki harflar bilan ifodalab ketiladi. O'shalarni o'zimizga tushunarli qilish uchun shunday yaratib olishimiz mumkin. Keyin qaranglar, masalan, C mana shu bir qatorga, S mana shu bir qatorga, bu shu bir qatorga, hammasi kod mana shunday yozilishi shart. Endi mana bu S nima deydigan bo'lsangizlar, mana bu S'lar nima deydigan bo'lsangizlar, mana bu S, ya'ni bu yerda alias yozilmagan. Bu shu ma'noda kelyapti. Ya'ni biz S nomini berib qo'yganmiz. S nomini berganligimiz uchun ham bu yerda S nuqta bossak, mana S nuqta bossak, o'sha customer table'idagi hamma ustunlarning nomini chiqarib beryapti. Masalan, adres ID. Bu shu ustunga bor. Mijozni adresi. Endi buni S qilib turib, misol uchun oddiy qisqa qilib joylashuv deb ketsak ham bo'ladi. Endi buni ishlatadigan bo'lsak, xuddi mana shu jarayon. Joylashuv xuddi shu joyga ekan. Bugungi darsimiz shulardan iborat. Yana GitHub akkauntimga bemalol kirib ko'rishlaringiz mumkin. Umumiy hamma ma'lumotlar yozilgan, kodlar va hokazo boshqalari bemalol mana ko'rib foydalanishlaringiz mumkin. Men bunga kunlik yuklab boryapman. Xudo xohlasa buni yaxshi davom ettiramiz. Mana shu tartibda bo'ladi. Bugungi mavzularimiz xuddi shulardan iborat. Endi boyagi yulduzchani yana bitta isbotini ko'rsatib ketaman. Select nima deb nomlashni bilmadim, shuning uchun ham yulduzcha deyapman o'zimizning oddiy tilga. From deylik, film table kerak. Film table'ini boya aytganimdek hamma ustunlarini chiqarib beryapti. Hamma ustunlarni. Endi sizga qanday ma'lumot kerak bo'lishi mumkin? Bu uchun masalan, deylik sizga description kerak. F nuqta yozasiz, description chiqarib beradi. Description kerak. Endi Ctrl Enter deb bosadigan bo'lsak, mana shu film to'g'risida description, ya'ni umumiy izoh berib ketilgan. Hurmatli obunachilar, bu hali boshlanishi. Bundan da kuchliroq kodlar yozishga harakat qilamiz. Bunga ham es qo'yib, description o'zbekchasi tavsif degan deb ketsak ham bo'ladi. Tavsif desak, xuddi boyagidek mana tavsifga o'zgardi.
lekin buni o'chirib turib yulduzcha beradigan bo'lsak, ya'ni umumiy table'da hamma ma'lumotlarini chiqarib beradi. Hurmatli o'quvchilar, men sizlarga oddiygina yo'nalish berdim. Bundan o'zlaringizga xulosa olgan holda masala ishlab, xuddi mana shu dividendal database'ni o'rnatib, buni ustiga amallar bajarib, hech qachon ham ilm insonga o'zi 3 ta yo'nalishda yuqadigan bo'lsa, masalan, birinchisi, masalan, meni videomni ko'rasiz, ikkinchisi o'sha o'rgangan narsangizni targ'ib qilasiz, uchinchisi kimgadir o'rgatasiz. Hozir men 3-jarayondaman deb o'ylayman. Shuning uchun masalan, kimgadir o'rgatsangiz, bilimiz yanada mustahkamlanadi va yanada yaxshi yodingizga qoladi. U insoniyatga hammamizda bo'ladi bunday narsa, yoddan chiqish, esdan ko'tarilishi. Buni takrorlab tursangizda, Xudo xohlasa SQLni professional darajada o'rganamiz. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Keyingi darsga ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.